Ikkinchi bob. Biznes haqida nimalarni o'rgandim. Mening benzinda yuradigan aravam Detroitdagi birinchi va ancha vaqt yagona avtomobil bo'lib turdi. U ko'pchilikning g'ashiga tegardi. Chunki shovqin qilar, otlarni hurkitib yuborardi. Bundan tashqari, mashinam ko'cha harakatini ham qiyinlashtirardi. Shaharning qayeriga mashinamni to'xtatsam, uning atrofini odamlar o'rab olardi. Bir daqiqaga ham uni qarovsiz qoldirsam, biror qiziquvchan inson topilar va uni haydab ko'rmoqchi bo'lardi. Alal-oqibat, men o'zim bilan zanjir olib yuradigan va agar mashinamni ko'chada qoldirishimga to'g'ri kelsa, simyog'ochga zanjirlab bog'lab ketadigan bo'ldim. Politsiya bilan ham dilxiraliklar chiqdi. Negaligini bilmayman. Bilishimcha, u paytda hali tezlik bo'yicha cheklovlar joriy etilmagandi. Har ne bo'lganda ham men hokimiyatdan alohida ruxsatnoma olishimga to'g'ri keldi va bir muncha vaqt Amerikada rasman tan olingan yagona haydovchi bo'lib yurdim. 1895 va 1896 yillarda men shu mo'jazgina mashinamda 1000 mil yo'l bosdim va oxiri uni Detroitlik Charles Ainsleyga $200 sotib yubordim. Bu men sotgan birinchi mashina edi. Umuman olganda, mashinamni sotishga mo'ljallamagandim. Uni tajriba sifatida yasagandim. Men yangi mashina yasashni istadim. Ainsley esa ilk mashinamni sotib olishni istadi. Menga pul zarur bo'lishi mumkin edi va biz tezda narxini kelishib oldik. Men bunday oz sonda avtomobil chiqarish bilan kifoyalanmoqchi emasdim. Katta ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish rejam bor edi. Biroq buning uchun ayrim narsalar yaratishim zarur edi. Shoshilishdan naf yo'q edi. 1896-yilda ikkinchi avtomobilimni yig'ishni boshladim. U birinchisiga o'xshamasdi, biroz yengilroq edi. Men uzatma qayishni saqlab qoldim. Undan keyinroq voz kechdim. Qayishlar juda yaxshi uzatuvchi, biroq issiqqa chidamsiz. Shu sababli men uni keyinchalik haqiqiy transmissiyaga o'zgartirdim. Bu avtomobilni yasashdan o'zim uchun juda ko'p zarur saboqlarni oldim. Ayni paytda Amerika va Yevropada boshqalar ham avtomobil yig'ish bilan shug'ullana boshladi. 1895-yilda bildimki, New Yorkda Macy'da Benz'ning nemis avtomobili namoyish etilibdi. Men uni ko'rish uchun bordim. Biroq unda alohida e'tiborga loyiq biror narsa ko'rmadim. Benz'ning avtomobili ham uzatma qayishda yurar va mening avtomobilimdan og'irroq edi. Men avtomobil vazniga katta e'tibor qaratardim. Bu afzallikka ma'lum bo'lishicha xorijiy ishlab chiqaruvchilar yetarlicha baho bermaydi. Ustaxonamda 3 ta turlicha avtomobilni yig'dim. Ularning har biri bir necha yil Detroit ko'chalarini changitdi. O'sha ilk yasagan avtomobilim hozir ham menda turibdi. Uni Ainsleydan $100 ga qaytarib sotib oldim. Shu vaqtlar mobaynida men elektr kompaniyasida ishladim va bosh muhandis darajasiga ko'tarilib, oyiga $125 maosh oladigan bo'ldim. Biroq mening benzinda yuradigan avtomobil ustidagi tajribalarimga kompaniya prezidenti otamning texnikaga qiziqishimga munosabatidan ortiq bo'lmagan darajada xayrixoh edi xolos. Yo'q, rahbarim tajribalar o'tkazishga qarshi emasdi. O shunchaki benzinda yuradigan dvigatellar ustida tajribalar qilishni yoqtirmasdi. Uning so'zlari hanuzgacha qulog'im ostida jaranglaydi. Elektr, ha, kelajak uniki. Biroq benzin yo'q. Rahbarimda ishonqiramaslikka yetarlicha asoslar bor edi. Rostdan ham, o'shanda hech bir odam ichki yonuv dvigatellarining buyuk kelajagi borligi haqida o'ylamasdi. Ayni chog'da biz elektr quvvatining yuksak parvozi qarshisida turardik. Har qanday yangi g'oya bilan bo'lgani kabi, o'sha paytda elektrdan bugun biz bilgandan ham kattaroq istiqbolni kutishardi. Men esa u bilan tajriba qilishda o'zim uchun naf ko'rmasdim. Qishloq yo'llari uchun avtomobilni elektr tramvaylari kabi qurib bo'lmasdi. Elektr o'tkazgich simlar arzonlashganda ham masala yechilmasdi. Hech qanday akkumulyator vazn talabiga taxminan ham mos kelmasdi. Elektromobildan juda cheklangan maqsadlarda foydalanish mumkin edi. Bu men elektrni kam qadrlashimni bildirmaydi. Biz hali undan samarali foydalanishni boshlaganimiz ham yo'q. Biroq elektrning o'z qo'llanish sohasi bor. Ichki yonuv dvigatellarining o'z sohasi mavjud. Biri ikkinchisini siqib chiqara olmaydi. Bu biz uchun katta omad.
Mening hozir bir Dinamo mashinam bor. Men uni Detroitda Edisonning elektr kompaniyasida ishlaganimda tasarruf qilib qarab turardim. Kanadadagi zavodimizni jihozlayotganimizda uni bir idoradan sotib oldim. Bu idora uni elektr kompaniyasidan sotib olgan ekan. Men uni ishga tushirdim va uzoq yillar Kanadadagi zavodimizga xizmat qildi. Sotuvimiz hajmi o'sib ketganidan so'ng biz yangi elektr stansiyasini barpo etdik. Men eski motorni o'z muzeyimga, Derborndagi ko'plab texnik asori atiqalarni jamlab saqlaydigan xonamga keltirdim. Edisonning elektr kompaniyasi menga rahbar lavozimini taklif etdi. Lekin bir shart qo'ydi. Men benzinda yuradigan motor ustidagi ishlarimni tashlashim va foydali ish bilan shug'ullanishim kerak edi. Ish yoki avtomobildan birini tanlashim shart qilindi. Men avtomobilni tanladim. Ya'ni lavozimdan voz kechdim. Jiddiy aytganda, tanlovning o'zi yo'q edi. Chunki o'sha paytdayoq mashinamning muvaffaqiyatiga ishonardim. 1899-yil 15-avgustda men xizmatdan voz kechdim va o'zimni batamom avtomobil biznesiga bag'ishlashga qaror qildim. Shunga qaramasdan bu tahlikali tanlov edi. Chunki menda jamg'arma mablag'i yo'q edi. Ro'zg'ordan tejab qolgan hamma pullarni tajribalarga sarflab yuborardim. Ammo xotinim mening avtomobilga bo'lgan muhabbatimga rozi edi. Oldimizda bizni yo g'alaba, yo mag'lubiyat kutardi. Avtomobillarga talab yo'q edi. Darvoqe, har qanday yangi mahsulotga avvaliga talab bo'lmaydi. U paytdagi avtomobillarga talabni dastlab yaratilgan samolyotlarga bo'lgan past talabga qiyoslash mumkin. Ot tortmasdan o'zi yuradigan izvosh bo'lishi ilojsiz. Bu miyasi ayniganlarning xom xayoli deyishardi. Shunday donolar topilardiki, ular bu mashinalar abadul-abad bir o'yinchoq bo'lib qolishiga dalillarni keltirishardi. Hech bir puldor bu yangi g'oyada tijoriy istiqbolni ko'rmasdi. Transport sohasidagi har bir yangi g'oya nega bu qadar to'siqlarga uchrashini men tushuna olmayman. Hatto hozir ham shunday odamlar borki, ular bosh chayqab, yengil avtomashinaning shunchaki hasham uchunligini aytadi. Yuk mashinasining kelajagini istar-istamasdan oladi. Boshida avtomobil sanoati keyinchalik qanday mavqega ega bo'lishini hech kim tasavvur ham qilgan bo'lmasa kerak. Optimistlar nari borsa, avtomobillar ham velosipedlarga yondosh rivojlanadi, derdi. Avtomobillarda chindan ham yurt kezib yurish mumkinligi ayon bo'lgach va ko'plab ishlab chiqaruvchilar uni yig'ishga kirishgach, yangi savol tug'ildi. Kimniki tezroq yuradi? G'alati, lekin tabiiy poygaga ishqibozlik. Men bunga hech qachon jiddiy ahamiyat bermaganman. Ammo odamlar avtomobilni shunchaki tez yuruvchi o'yinchoq deb biladi. Shuning uchun alal-oqibat biz ham poygalarda ishtirok etishimizga to'g'ri keldi. Bu poygalarga erta paydo bo'lgan ishqibozlik sohaga zarar keltirardi. Chunki ishlab chiqaruvchilar e'tiborni asosan tezlikni oshirishga qaratar. Avtomobilning undan-da muhim jihatlari nazardan chetda qolardi. Bu esa chayqovchilarning ishi edi. Elektr kompaniyasidan ketganimdan so'ng bir guruh tadbirkorlar mening ixtirom asosida Detroit avtomobil kompaniyasini ochishdi. Men uning bosh muhandisi edim. Kompaniyada ozroq aksiyam ham bor edi. Biz 3 yil avtomobil ishlab chiqardik. Ularning hammasi ma'lum darajada mening ilk avtomobilimga o'xshardi. Ammo mashinalarga talab katta emasdi. Avtomobillarni takomillashtirish va shu tariqa xaridorlar doirasini kengaytirishga bo'lgan intilishlarimda butkul yolg'iz bo'lib qoldim. Hammaning boshida bir fikr o'rnashgan edi. Imkon qadar ko'proq buyurtma qabul qilish va qimmatroqqa sotish. Asosiysi daromad deb hisoblashardi. Muhandis sifatida men o'zimning lavozim vakolatlarimdan tashqari chiqa olmasdim va ta'sir o'tkaza olmasdim. Tezda tushundimki, bu kompaniya mening g'oyalarimni amalga oshirishga yaramaydi. Chunki u pul topish korxonasi bo'lib, o'sha pulni ham yetarli topa olmasdi. 1902-yilning martida lavozimimdan ketdim. Boshqa hech kimga ishlamaslikka qat'iy qaror qildim. Detroit avtomobil kompaniyasi Ahira Lelandlar qo'liga o'tib, Cadillac kompaniyasiga aylandi. Men tajribalarimni davom ettirish hamda biznesni astoydil o'rganish uchun Park Place'dagi 81-binoda ijaraga olingan bir qavatli g'ishtin omborxonada o'z ustaxonamni ochdim.
Biznesni mening birinchi korxonamdagidan ko'ra butkul boshqacharoq tashkil etish zarurligiga ishonardim. Ford Motor kompaniyasini ta'sis etishdan oldingi 1 yil batamom tadqiqotlarga bag'ishlandi. Mo'jazgina bir xonali ustaxonada men 4 silindrli motorni mukammallashtirish ustida ishladim. Shu bilan birga biznes nima ekanini o'rganishga, pul topish ortidan ochko'zlarcha poyga qilish shu qadar kerakmi yo'qmi anglashga harakat qildim. O'zimning birinchi qisqa tajribam mobaynida buni ko'p kuzatgandim. O'sha paytdan to o'z imperiyamni tashkil etgunimcha 25 ta avtomobil yasadim. Ularning 18 tasi Detroit avtomobil kompaniyasi uchun yasalgandi. Avtomobilsozlik ayni paytda o'z taraqqiyotining ilk bosqichidan o'ta boshlagandi. Endi odamlarni mashina yurishining o'zi qanoatlantirmasdi. Xaridorlar mashinaning tezligiga talabgor bo'la boshladi. Clevelandlik Alexander Uinton avtomobilining quruvchisi va poygalarda Amerika chempioni, istalgan odam bilan kuch sinashga tayyor edi. Men ancha ixcham bo'lgan 2 silindrli motorni loyihalashtirdim va yasadim. Avvalgi motorlarimga o'xshamasdi. Uni shassiga o'rnatdim va angladimki, bu mashina katta tezlikka chiqa oladi. Uinton bilan musobaqalashuv haqida shartlashib oldim. Biz Detroitdagi Greenpoint otchaparida uchrashdik. Men g'alaba qildim. Bu mening ilk poygam edi va u tomoshabin olqishlagan yagona reklama bo'ldi. Olomon katta tezlikda yura olmaydigan, boshqa mashinalarni quvib o'tolmaydigan avtomobilni nazariga ilmasdi. Dunyodagi eng tezkor avtomobilni yasashga bo'lgan ishtiyoqim 4 silindrli motor yasashga undadi. Bu haqda keyinroq to'xtalaman. O'sha paytdagi avtomobilsozlik sanoatida eng hayratlanarli narsa shu ediki, sifatga emas, sof foydaga katta e'tibor berilardi. Menimcha, bu dunyoning tabiiy ravishiga teskari edi. Aslida pul mehnatning maqsadi emas, natijasi bo'lishi kerak edi. Meni hayratlantirgan ikkinchi jihat texnologiyalarni mukammallashtirishga nisbatan loqaydlik edi. Hamma tayyor mahsulotni sotsak va xaridorning ko'proq pulini olsak derdi. Mahsulot aftidan odamlarga keltirayotgan foydasi uchun emas, ishlab chiqaruvchi ko'proq foyda olishi uchun yasalardi. Xaridorning qoniqishiga ikkinchi darajali ish deb qarashardi. Norozi xaridorga ishonchi suiiste'mol qilingan xaridorda emas, jonga tekkan injiq odamga yoki kamchilikni tuzatib, yana pulini olsa bo'ladigan hamyonga qaragandek qarashardi. Mahsulotdagi kamchilikni avvaldan tuzatish kerak deb o'ylashmasdi. U paytlar sotilgan avtomobilning taqdiri bilan qiziqishmasdi. 1 milga qancha benzin sarflayapti, uning haqqoniy kuchi qancha ekani bilan ishlari yo'q edi. Avtomobil yaroqsiz bo'lsa yoki uning biron qismini almashtirish zarur bo'lsa, avtomobil egasiga jabr bo'lardi. Ehtiyot qismlarini imkon qadar qimmat sotish odatiy hol edi. Chunki avtomobil sotib oldimi, ehtiyot qismlarga ehtiyoji bo'ladi. Shuning uchun imkon qadar uning pulini olish kerak, deyishardi. Avtomobilsozlik sanoatini halol deb bo'lmasdi. Ishlab chiqarish nuqtai nazaridan ilmiy asoslarga qurilmagandi. U ham shunchaki boshqa biznes turlari kabi edi. U paytlar mamlakat iqtisodiy yuksalishini boshdan kechirayotgandi. Shu paytgacha temir yo'llar bilangina qiziqqan bank sohiblari endi sanoatga ham e'tibor bera boshladi. O'sha paytda ham, hozir ham men qiymat, daromad va boshqa barcha masalalar o'z-o'zidan izga tushib ketadi. Faqat tadbirkor yaxshi ishlasa bo'ldi. Ishlab chiqarishni kichik ishdan boshlab, asta-sekin o'z daromadi hisobidan kengaytirish lozim deb o'ylardim. Daromadning yo'qligi tadbirkor vaqtni bekorga o'tkazayotgani va bu biznesga yaroqsiz ekani belgisidir. O'shandan beri o'z qarashlarimni o'zgartirishga sabab topolmadim. Ammo tez arada bildimki, o'z ishingni to'g'ri bajar va u foyda keltiradi degan aqida zamonaviy biznesda eskirib qolibdi. Aksariyat odamlar biznesni imkon qadar katta sarmoya bilan boshlab, so'ng imkon qadar ko'p aksiya chiqarish va sotish lozim degan rejaga asosan ishlarkan. Aksiyalarni sotishdan qolgan pul o'rtadagilarga qilingan to'lovdan tashqari yurakni hovuchlab, ishlab chiqarishni kengaytirishga sarflanadi. Yaxshi ishlab, kamtarona daromad topganni emas, balki yuqori narxda eng ko'p aksiya chiqarganni yaxshi tadbirkor hisoblashardi. Mehnatning ahamiyati yo'q, hamma gap aksiya va obligatsiyalarda edi.
Yangi yoki eski ochilgan biznes egalarining o'z obligatsiyalariga katta qiziqish uyg'otib, keyin ularni adolatli narxda sotishga umid qilishlarini tushunmasdim. Buni hech qachon tushunmaganman. Ishga sarflangan har bir dollar qancha pul olib kelishini hisoblaydigan formulani hech anglay olmaganman. O'zini moliyachi hisoblaydigan biznesmenlarning fikricha, pullar 6% yoki 5% yoxud hech bo'lmaganda 4% foydaga munosibdir. Ishga 150 ming dollar tikkan inson shuncha foyda kelishini kutishga haqli. Axir shu pulni bankka qo'ysang yoki qimmatli qog'ozlarga tiksang ham foyda keladi. Shuning uchun biznesda ishlab chiqarish xarajatlariga foiz qo'shish ishga tikilgan sarmoya foizi hisoblanadi. Bu g'oya ko'plab bankrotliklar va muvaffaqiyatsizliklarga sabab bo'lmoqda. Pulning o'zi hech narsaga arzimaydi. Chunki uning o'zidan qiymat yasab bo'lmaydi. Uning yagona foydasi shuki, pulga biror uskuna yoki uskuna tayyorlash uchun nimadir sotib olish mumkin. Shuning uchun pul unga nimani sotib olish yoki ishlab chiqarish mumkin bo'lsa, o'shancha qiymatga ega. Agar kimdir pul biror joyda 5 yoki 6% qo'shimcha keltira oladi deb hisoblasa, u pulni o'sha joyga qo'ysin. Biznesga sarflangan sarmoya ishlab chiqarishga xalaqit bermaydi yoki har holda xalaqit bermasligi kerak. Shunda pul pulga emas, ishlab chiqarish vositasiga aylanadi. Shuning uchun pul qancha ishlab chiqarsa, shuncha qiymatga ega bo'ladi. Ishlab chiqarishga aloqasi bo'lmagan qandaydir formula bo'yicha hisoblab chiqiladigan summaga aylanmaydi. Foyda hamisha ishlab chiqarishdan so'ng hosil bo'ladi, oldindan emas. Biznes odamlari sarmoya yordamida korxonani har balo qilsa bo'ladi deb o'ylardi. Agar birinchi urinish o'xshamasa, ularning tavsiyasi tayyor. Yana sarmoya lozim. Qayta moliyalash, foyda keltirmagan pullarni qaytarish uchun qayta pul tikish hisoblanadi. Aksariyat hollarda yangi sarmoya kiritish zarurati xato boshqaruv tufayli yuzaga keladi va bu nomaqbul menejerlarga samarasiz ishlarini yana biroz davom ettirishi uchun pul to'lash demakdir. Boshqacha aytganda, shu orqali biznesning umri andak uzaytiriladi. Qayta sarmoyalashning bunday takroriyligi tavakkalchi moliyachilar quroliga aylangan. Agar rostakamiga ish beradigan joyga sarflanmasa, sarmoya qo'yishda ma'no yo'q. Ishlab chiqarish yaxshi tashkil etilmagan joyga pul sarflash behudadir. Tavakkalchi moliyachilar sarmoyani foydali joylashtirdim deb xomxayol bo'ladi. Bu aldovdir. Aslida ular mablag'ni shunchaki sovuradi. Men ishdan ko'ra pul muhim turadigan yoki biror bankir yo moliyachi bosh qo'shgan kompaniyada ishlamaslikka qaror qildim. O'zim o'ylagandek odamlar manfaati yo'lida boshqariladigan biznes yo'lga qo'yishni imkon bo'lmasa, umuman bu ishni boshlamay qo'ya qolaman. Qisqa tajribam va kuzatuvlarim shunga dalolat qiladiki, pul topish o'yini bo'lgan biznes jon kuydirishga arzimaydi. U yer nimanidir uddalamoqchi bo'lgan kishining joyi emas. Mahsulotning sotilishi ishlab chiqaruvchi endi xaridorni unutishi mumkin degani emas. Aksincha, ularning munosabatlari endi boshlanadi. Avtomobil savdosi o'ziga xos tavsifnomaga o'xshaydi. Agar mashina xaridorga ko'ngildagidek xizmat qilmasa, ishlab chiqaruvchi uchun bu eng yomon tavsifnoma bo'ladi. Chunki norizo xaridor eng ashaddiy g'ayri reklamadir. Avtomobilsozlik atak chechak qilayotgan davrda mashina sotish haqiqiy muvaffaqiyat sanaladi. Xaridorning mahsulot bilan keyingi taqdiri hech kimni qiziqtirmasdi. Bu vositachilarning munosabatiga o'xshardi. O'rtadagi dallol sotishdan faqat o'ziga tegishli foizni olarkan, undan xaridor haqida g'amxo'rlikni talab qilib bo'lmasdi. Chunki bu xaridordan u yana nimadir foyda ko'rmasdi. Aynan shu nuqtada biz keyinchalik Fordning savdo bo'yicha eng katta argumentini yaratdik. Bizda narxlar va sifatning nisbati sotuvning yaxshi bo'lishini ta'minladi. Biroq biz yanada oldinga intildik. Nazarimda, avtomobilimizni sotib olgan odam undan doimo foydalanishi kerak edi. Shuning uchun biz buzilib qolgan mashinani imkon qadar tez tuzatib berishni burchimiz deb bildik. Bunday xizmat ko'rsatish Fordning muvaffaqiyati garovi bo'ldi. O'sha davrning aksar qimmatbaho avtomobillari uchun texnik xizmat ko'rsatish ustaxonalari yetishmasdi. Agar mashinangiz buzilib qolsa, mahalliy ustaxonalarga murojaat qilish kerak edi.
Vaholanki, ishlab chiqaruvchiga murojaat qilinsa, to'g'ri bo'lardi. Agar mahalliy ustaxonada ehtiyot qismlar yetarli bo'lsa, o'sha paytda aksariyat avtomobillarga hali ehtiyot qismlar alohida ishlab chiqarilmasdi. Avtomobil egasining omadi kulardi. Agar ustaxona sohibi imillagan odam bo'lsa, avtomexanika sohasida yetarli bilimi bor-u, ta'mir uchun keltirilgan har bir mashinani ortig'i bilan sozlashga ishtiyoqmand bo'lsa, mayda muammo ham mashinaning uzoq vaqt ustaxonada qolib ketishiga sabab bo'lar. Keyin mashinani olib ketish uchun yaxshigina haq to'lashga to'g'ri kelardi. Bir zamonlar avtomobil ta'mirlovchi ustalar avtomobilsozlik sanoati uchun katta tahlika edi. Hatto 1911-yillarda ham har qanday avtomobil egasi istalgancha pulini shilsa bo'ladigan badavlat odam hisoblanardi. Biz bunga avval boshidanoq duch keldik. Ammo tijoratimizga bunaqa ahmoq va ochko'z odamlar xalal berishiga yo'l qo'ya olmasdik. Hikoyamda oldinlanib ketdim. Aytishni istardimki, moliyaviy manfaatlar hukmronligi insonlarga xizmat qilish g'oyasiga qarama-qarshi. Chunki unda pul ishlash ustuvor turadi. Agar asosiy maqsad muayyan mablag' ishlab topish bo'lsa, o'ta omadli vaziyat yuzaga kelib, ishlar o'nglanmas yoki xizmat uchun ortiqcha mablag' ortib qolmas ekan, istiqbolli biznes kunlik daromadning asiri bo'lib qoladi. Bundan tashqari, aksariyat biznesmenlar o'z ishini og'ir yukdek qabul qiladi. Ular bir kun hammasini tashlab, sarmoyaning ustama foizi bilan yashaydigan fursat uchun yelib yuguradi. Imkon qadar tezroq g'avg'olardan chiqishni xohlaydi. Ular hayotni nihoyalashi kerak bo'lgan jang maydoni deb biladi. Bu men tushuna olmaydigan yana bir holat. Men, axir, hayot mohiyati kurashda emas, mabodo kurashda bo'lsa ham, o'z dangasaliging va xotirjamligingga qarshi kurashishda deb bilardim. Agar maqsadimiz sokinlikda zanglab yotish bo'lsa, ichki dangasaligimizga asir bo'lib yashashimiz kerak. Lekin maqsadimiz o'sish, rivojlanish bo'lsa, har tong barvaqt uyg'onib, kun bo'yi tiyrak yurishimiz shart. Men ulkan kompaniyalar o'z ismining mahobati soyasida ado bo'lganini ko'rdim. Chunki kimdir ularni doimgidek boshqarishda davom etishi kerak deb o'ylardi. Vaholanki, boshqaruv usulining mukammalligi uning kechagi kunga qullarcha ergashishida emas, balki bugungi o'zgarishlarga hushyor turishda edi. Hayot, mening anglashimcha, manzil emas, hayot sayohat. Unda ko'zlangan manzilimga yetdim deya to'xtagan odam aslida ortga, pastga ketayotgan odamdir. Chunki hamma narsa harakatda va avval boshdanoq harakat uchun yaratilgandir. Hayot oqib boradi. Insonning yashash manzili o'zgarmasligi mumkin, ammo uning o'zi hamisha o'zgaradi. Hayot bu jang. Xato qadam qo'ysang, o'sha zahoti yutqazasan degan aqida tufayli o'zgarishlarni yoqtirmaslik paydo bo'ladi. Odamlar yarim o'lik holatlariga ko'nikadi. Etikdo'z poshna tikishning yangicha usulidan qo'rqadi. Hunarmand yangi texnologiyani joriy qilishdan hadiksiraydi. Ushbu odat muayyan suskashlik holatini hosil qiladi. Hamda bu holatning buzilishi miyaga katta falokatdek ta'sir etadi. Eslang, ishchilarga samarali ishlab chiqarishni o'rgatish maqsadida tashkillashtirilgan o'quv kursiga aynan ishchilarning o'zi eng ko'p qarshilik ko'rsatgandi. Ular buni fitna deb bilishdi, bizni ado qiladi deb o'ylashdi. Biroq ularni hammasidan ham odatlanib qolgan muayyan tarzlarning o'zgarishi xavotirga solgandi. Bizneslarning barham topishiga sabablardan biri shuki, tadbirkorlar savdoning eski usullariga ko'nikib qolgan va yangiliklarga jur'at qila olmaydi. Bunaqa odamlarni har qadamda uchrataman. Ular anglamaydilarki, kechagi kun o'tmishga aylangan. Bugungi tongda kechagi xayollar bilan uyg'onmaslik kerak. O'z yo'limni batamom topib oldim, yetadi deydigan odam zudlik bilan o'ziga boqib, miyasining biror qismi uxlab qolmaganini tekshirgani ma'qul. Hayotda qiladigan ishimni qilib qo'ydim deb o'ylaydigan kishiga yashirin xavf tahdid soladi. U tinimsiz harakatlanayotgan taraqqiyot g'ildiragi ostida qolib ketadi. Bundan tashqari, aksariyat odamlar ahmoq bo'lib ko'rinishdan qo'rqadi. Tan olaman. Ijtimoiy fikr kuchli sirtmoq. Ehtimol, ko'pchilik uchun ijtimoiy fikr qo'yadigan cheklovlar kerakdir.
Jamoatchilik fikri kishini axloqan mukammallashtirmasa ham ijtimoiy jihatdan bir qator jilovlab turadi. Lekin adolat va taraqqiyot yo'lida biroz tentak bo'lish yomon emas. Qolaversa, tentaklar o'zlarining tentak emasligini isbotlash uchun ham uzoq umr ko'radi. Yoxud ular boshlagan ish o'lganlardan so'ng ham davom etib, ular tentak bo'lmaganini isbotlaydi. Biznesga tikilgan sarmoyadan imkon qadar katta daromad olishga intilishning salbiy oqibatlarini, uning xizmat ko'rsatishga putur yetkazishini men turli shakllarda ko'p kuzatganman. Bu holat ko'plab qiyinchiliklarning tub sababi bo'ladi. Misol uchun, ish haqining kamligini oling. Axir, yaxshi ish bajarilmasa, ko'p pul to'lanmaydi. Oz pul to'langanda esa ish yaxshi bajarilmaydi. Aksar odamlar erkin ishlashni istaydi. Mavjud tizimda buning imkoni yo'q. Boshida men ham erkin emasdim. G'oyalarimga ochiq maydon topib bera olmasdim. O'sha paytda imkon qadar ko'p pul ishlashga harakat qilinardi. Ish eng oxirgi o'rinda turgan. Ajablanarli jihati, mehnat emas, pul muhim degan g'oya hukmron edi. Daromad mehnatning hosilasi ekani tan olinsa ham, pulning birinchi o'ringa qo'yilishi hech kimga mantiqsiz tuyulmasdi. Hamma mehnatni chetlab o'tib, pulga olib boradigan eng qisqa yo'lni tinimsiz izlardi. Masalan, raqobatni olaylik. Bildimki, biznesda raqobatni katta tahdid hisoblashar ekan, uddaburon biznesmen sun'iy tarzda monopoliya yaratib, raqobatchilarini yo'ldan olib tashlashi kerak. Xaridorlarning soni cheklangani bois raqobatchilar paydo bo'lishi oldini olish lozim. Ko'pchilikning esidadir. Bir necha avtomobil ishlab chiqaruvchilar Selden patenti ostiga birlashdi. Bu ularga qonuniy asoslarda mashina ishlab chiqarish hajmini va narxlarini nazorat qilish imkonini berdi. Boshqa kasb uyushmalari kabi ularni bema'ni g'oya asir qilgandi. Ular ishlab chiqarishni oshirish emas, qisqartirish orqali daromadlarini ko'paytirmoqchi bo'ldi. Bu g'oya aslida dunyoning o'zi kabi qadimdir. Halol ishlovchi odamga doim nimadir yetishmasligini avval ham tushunmaganman. Hozir ham tushunmayman. Raqobatchilar bilan kurashga ketgan vaqt havoga sovuriladi. Undan ko'ra shu vaqtni ishni bajarishga sarflagan ma'qul. Zarur mahsulotni maqbul narxda yetkazib bersangiz, jon deb sotib oluvchi xaridor hamisha topiladi. Buni mahsulotlarga nisbatan ham, xizmatlarga nisbatan ham aytish mumkin. Shu fikr va mushohadalar ustida o'tkazgan davrimni bekor ketkazmadim. Biz katta 4 silindrli motor va ikkita katta poyga avtomobil ustida ishlardik. Mening vaqtim ko'p bo'lgan, chunki doim ish ustida edim. Nazarimda, inson boshqacha yashay olmaydi. U hamisha ish bilan mashg'ul bo'lishi, tun kun ishni yodida saqlashi kerak. Qo'ng'iroqdan qo'ng'iroqqacha ishlash g'oyasi, ya'ni ertalab ishga kirishish va kechqurun ishxonadan chiqqach, ishni ertagacha umuman unutish bir qaraganda yaxshi ko'rinadi. Agar oddiy xodim yoki hatto mas'uliyatli xodim bo'lsangiz, shundoq qilish mumkindir. Ammo rahbar odam bunday yo'l tuta olmaydi. Jismoniy mehnat ishchisi ish soatlarini chegaralashga majbur. Aks holda o'z quvvatini ado qiladi. Agar butun umr jismoniy mehnat bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, u ish tugashini bildirib qo'ng'iroq chalingan zahoti ishini unutishi kerak. Ammo agar u oldinga intilib, nimagadir erishishni istasa, qo'ng'iroqdan keyin ish kunini yanada yaxshilash ustida mulohaza yuritishi shart. Ham fikrlab, ham mehnat qiladigan insonga hamisha muvaffaqiyat yor. Doim ishining xayoli bilan yashovchi, oldinga intilib, muvaffaqiyatga erishadigan odam ishi haqida faqat mehnat soatlarida o'ylaydigan odamga nisbatan baxtliroq deb ta'kidlay olmayman, chunki buni tekshirmaganman. Bu savolga javob ham shart emas. 10 ot kuchiga ega motor 20 ot kuchiga ega motordan ko'ra kuchsizroq. Fikrlash qobiliyatini ish soatlari bilan chegaralagan odam o'zining ot kuchini ham cheklaydi. Inson o'z gardaniga tushgan yukinigina orqalab yurishdan qoniqsa, bu uning shaxsiy ishi. Faqat u boshqa, o'z ustida ishlagan odamni muvaffaqiyatga erishganiga guvoh bo'lsa, xafa bo'lmasligi kerak. Dangasalik va mehnat turlicha meva beradi. Oromga intilgan odamning shikoyat qilishga haqqi yo'q. Illo tanballikni kasb qilib, mehnat hosilasidan bahramand bo'lish imkonsizdir. Mana,
Mening o'sha yillardan chiqargan va keyingi yillar tajribasi bilan o'zgarmagan xulosalarim. Birinchi o'ringa mehnat emas, pul chiqsa, ish sustlashadi va mehnatning qadri ketadi. Ikkinchi, ishni o'ylamasdan, pulni o'ylash omadsizlikdan qo'rqishga olib boradi. Natijada kishi ishga to'g'ri yondashuvni yo'qotadi, raqobatdan, umuman yangi texnologiyalardan, vaziyatni o'nglaydigan har qanday qadamdan cho'chib qoladi. Uchinchi, mudom sifatli xizmat ko'rsatish haqida o'ylovchi insonning muvaffaqiyat tomon yo'li ochiqdir. 3-bob haqiqiy biznesning boshlanishi. Park Place'dagi 81 raqamli uyning mo'jazgina g'ishtin ustaxonasida men yangi avtomobil dizayni va ishlab chiqarish texnologiyasi ustida ishladim. Biroq ta'bimga mos kompaniyani, mahsulotning yuqori sifati bilan birga iste'molchi manfaatlarini yuksak qadrlaydigan korxonani bunyod etganimda ham ishlab chiqarishning eskicha usullari o'tmishga aylanmasa, o'z qiymatini oqlaydigan sifatli avtomashina yarata olmasligim oydinlashdi. Har bir inson biladiki, ikkinchi urinish hamisha birinchisidan yaxshiroq chiqadi. O'sha davr sanoati nega bu tamoyil bilan hisoblashmagani menga qorong'i. Ehtimol, ishlab chiqaruvchilar sotish ilinjida yangi mahsulot tayyorlashga shu qadar shoshganidan uni mukammallashtirishga vaqti qolmagandir. Mahsulotlarni turkumlab chiqarish o'rniga buyurtma uchun ishlash bizga eski hunarmandchilik zamonidan meros shekilli. Agar 100 ta odamdan mahsulot qay tarzda tayyorlanishi kerak deb so'rasangiz, 80 tasi masalani ishlab chiqaruvchiga havola qiladi. 15 tasi o'zini nimadir deyishga majbur hisoblaydi. Faqat 5 tasigina oqilona va asoslangan istaklarini bildiradi. 100 tadan 95 ta odam bilmaydigan va buni ochiq tan oladiganlari ham hech narsa bilmasa-da, buni tan olmaydiganlari ham sizning xaridoringizdir. Alohida talablar qo'yadigan 5 ta odam esa maxsus buyurtmani xarid qilishga yo qurbi yetadi yoki yo'q. Bunda sotib oluvchilar miqdori cheklangan bo'ladi. 95 kishidan 10 yoki 15 tasi yaxshi sifat uchun ko'proq to'lashga rozi. Qolganlar esa faqat narxga e'tibor beradi va ularni mahsulotning fazilat yoki nuqsonlari qiziqtirmaydi. To'g'ri, bundaylar soni kamayib bormoqda. Xaridorlar sotib olishni o'rganib, sifatga e'tibor bera boshladi va ko'proq pul sarflab, sifatliroq narsa sotib olishga intilmoqda. Shunday qilib, agar biz ana shu 95% odamning ehtiyojini qanday mahsulot qondira olishini tushunsak va savdoga eng arzon narxda sifatli mahsulot ishlab chiqarsak, talab shu qadar yuqori bo'ladiki, mahsulotni hammabop deb hisoblash mumkin. Bu standartlash emas. Standartlash so'zi odamni chalkashtiradi. Chunki ishlab chiqarish va konstruksiyalarning o'zgarmay qotib qolishini anglatadi. Ishlab chiqaruvchilar oson tayyorlanib, katta foydaga sotiladigan mahsulot bilan cheklanib qoladi. Mahsulot dizayni yoki narxni belgilashda omma manfaatlari inobatga olinmaydi. Aksar standartlashtirishdan ko'zlangan eng katta maqsad ko'proq daromad orttirishdir. Ommaviy ishlab chiqarish daromadni ko'paytiradi. Daromad esa ishlab chiqarishni yanada kengaytirishga sarflanadi. Ishlab chiqaruvchi o'zini anglab olganda ko'radiki, bozorni to'ldirib yuborganidan uning mahsulotlariga ortiq talab yo'q. Tadbirkor narxni biroz tushirsa, talab qayta paydo bo'ladi. Xaridor hamisha topiladi. Ammo u narxning pasayishiga hamisha ham darhol munosabat bildirmaydi. Bozordagi turg'unlik tufayli qimmatbaho mahsulotning keskin arzonlashuvi ba'zan talabga salbiy ta'sir etadi. Bunga juda yaxshi sabab bor. Omma ehtiyotkor bo'la boshlagan. Narxning to'satdan tushishini u qalloblik deb o'ylaydi va bu holat barqarorlashgunicha kutadi. Biz o'tgan yili shunga o'xshash hodisani kuzatdik. Buning aksi o'laroq, ishlab chiqarishda erishilgan tejamkorlik sababli narxlar pasaysa hamda tadbirkorning obro'si yaxshi bo'lsa, xaridorlar unga ishonadi va talab miqdori oshadi. Ular ishonadilarki, narx sifatni pasaytirish hisobiga tushirilmagan. Shunday qilib, agar mahsulotni muntazam arzonlashtirish reja bilan olib borilmasa, standartlash befoyda. Shuni unutmang, mahsulotning narxi ishlab chiqarishni optimallashtirish, ya'ni xarajatlarni kamaytirish ko'lamiga qarab pasayib borishi lozim. Mahsulotning qimmatligi tufayli talab pasaygani hisobiga arzonlashish shart emas.
Odamlar uncha katta bo'lmagan mablag'ga yuqori sifatli mahsulot olganligidan ajablanishi kerak. Standartlash mening tushunishimga ko'ra eng xaridorgir mahsulotni tanlab, uni ishlab chiqarishdangina iborat emas. Bu so'z zamirida avvalo xaridorning istaklariga juda mos mahsulotning o'zini, keyin esa uni ishlab chiqarish texnologiyasini tun-kun, yillar davomida rejalash yotadi. Ishlab chiqarish o'z-o'zidan rivojlanib ketadi. Shundan so'ng biz diqqat markazimizga olinajak foydani emas, sifatli xizmat ko'rsatishni qo'ysak, haqqoniy biznes boshlagan bo'lamiz va u shubhasiz har kim orzu qilgandek foyda keltiradi. Bularning bari menga juda aniq, ravshan haqiqatlar bo'lib ko'rinadi. Bozordagi 95% xaridorga xizmat qilishni orzu qiladigan har bir kompaniya shu mantiqqa asoslanishi kerak. Bu jamiyat o'ziga o'zi xizmat qilishining mantiqiy to'g'ri yo'lidir. Barcha bizneslar nega shu asosda ishlamasligini tushuna olmayman. Buni qabul qilish uchun har bir dollarning ortidan go'yo bu dunyodagi oxirgi dollardek yugurish odatidan voz kechish kerak. Biz ushbu odatdan qutula boshladik. Amerikaning hamma katta va muvaffaqiyatli kompaniyalari qat'iy narx tizimiga o'tgan. Tashlanishi lozim yagona qadam narxni bozorda yuzaga kelgan talabga qarab emas, ishlab chiqarish xarajatlariga qarab belgilashga o'tish va o'z navbatida xarajatlarni tizimli qisqartirishdir. Agar mahsulot dizayni mukammal ishlangan bo'lsa, unga ko'p o'zgartirish kiritilmaydi. Ayni paytda ishlab chiqarish jarayonida o'zgarishlar tez va tabiiy ravishda sodir bo'ladi. Har holda tajribam shundan dalolat beradi. Keyinroqda barcha o'zgarishlar qay tarzda tabiiy yuzaga kelganini ko'rsataman. Bu yerda esa shuni ta'kidlamoqchimanki, biror mahsulot avvaldan batafsil o'rganilmasa, uni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yib bo'lmaydi. Bu shunchaki qo'l uchida bajariladigan 5 daqiqalik yumush emas. 1 yillik tajribalarim mobaynida shu tahlid fikrlar miyamda aniq shakl va shamoil kasb eta boshladi. Ko'plab tajribalarim poyga avtomobili yaratishga urinishdan iborat bo'ldi. O'sha paytda umumiy fikrga ko'ra, birinchi toifali avtomobil eng yuqori tezlikni ko'rsatishi shart edi. Shaxsan men bu fikrga qo'shilmasdim, lekin ishlab chiqaruvchilar velosiped bilan bo'lganidek poygada yutgan mashina ommaga avtomobilning o'lchovlarini ko'rsatib beradi deb hisoblardi. Holbuki bunday reklama ko'pam ishonchli emasdi. Biroq boshqalar shu bilan shug'ullangani bois men ham shunday qilishga majbur bo'lganman. 1903-yilda Simon Cooper bilan birga katta tezlikda yuradigan ikkita mashina yig'dim. Ular batamon bir xil edi. Bittasini 999, boshqasini Niza deb nomladik. Tezlik avtomobilga shuhrat keltirgani uchun eng tezkor mashina yaratmoqchi edim va bunga erishdim. Avtoulovga 80 ot kuchiga ega 4 ta silindr o'rnatishim o'sha payt uchun ko'z ko'rib, quloq eshitmagan hodisa bo'ldi. Bu silindrlar shovqinining o'zi odamni chalajon qilishga yetardi. O'rindiq bitta bo'lib, har bir mashina bitta odam uchun mo'ljallangandi. Men ikkala mashinani sinab ko'rdim. Cooper ham shunday qildi. Biz to'liq tezlikda mashinani haydadik. Nimani his etganimizni tasvirlash qiyin. Niagara sharshirasidan o'zini tashlash bu ishning oldida yengil sayrdek edi. Konveyerdan birinchi chiqqan 999 avtomobilini poygada boshqarish mas'uliyatini na men, na Cooper zimmamizga olishni istamadik. Shunda Cooper tezlikka mukkasidan ketgan bir insonni bilishini aytdi. Bu odam uncha-muncha tezlikni pisand qilmas ekan. U telegraf orqali Salt Lake Cityga xabar yubordi va Barney Oldfield ismli o'sha kishi yetib keldi. Oldfield aslida velosiped poygachisi bo'lib, hech qachon avtomobil haydamagan, biroq buni juda istar ekan. Oldfieldning so'zlariga ko'ra, u dunyoda hamma narsani sinab ko'rmoqchi edi. Uni mashina haydashga o'rgatish uchun bir hafta ketdi xolos. Bu odam qo'rquv nimaligini bilmasdi. U faqat bir narsani, bu maxluqni qanday boshqarishni o'rganishi kifoya edi. O'sha vaqtdagi eng tezkor mashinani boshqarish bilan bugungi poyga avtomobili boshqaruvi o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor. U paytlari hali rul chambaragi ixtiro qilinmagandi. Avval yiqqan avtomobillarimda rulni boshqaradigan tutqich bitta, 999 da esa ikkita edi. Mashinani kerakli yo'nalishda ushlab turish uchun butun kuch-quvvatni sarflashga to'g'ri kelardi.
Biz tayyorlanayotgan poyga yo'lagining uzunligi 3 mil edi. Mashinalarimizni sir saqladik. Ular haqida faqat turli taxminlar yurardi. Aytish kerakki, o'shanda poyga trassalari ilmiy asoslarga ko'ra qurilmasdi. Avtomobillar qancha tezlikda yura olishi ham hech kimning tasavvuriga sig'masdi. Oldfield qanaqa motor bilan poygaga kirayotganini yaxshi bilardi. Avtomobilga o'tirar ekan, men mashinani o't oldirish dastagini aylantirgunimcha u quvnoqlik bilan shunday dedi: "Bilaman, bu aravada ehtimol meni o'lim kutayotgandir. Biroq keyinchalik olomon hech bo'lmaganda mening shayton kabi uchqur ekanimni eslab yuradi." Oldfield rostdan ham shayton kabi uchdi. U atrofga qaramadi. Hatto burilishlarda ham tezlikni pasaytirmadi. U shunchaki mashinani bor imkoniyatidan foydalandi va natijada finish chizig'iga boshqalardan yarim mil oldinda yetib bordi. 999 o'z oldiga qo'yilgan maqsadga erishdi. U tezkor avtomobil qura olishimni hammaga namoyish qildi. Poygadan bir hafta o'tgach, Ford Motor kompaniyasiga asos soldim. Men unda rais o'rinbosari, chizmakash, bosh muhandis va boshqaruvchi direktor edim. Kompaniya kapitali $100,000 teng bo'lib, mening hissam 25,5% edi. Naqd pullarimiz taxminan $28,000 atrofida edi. Bu kompaniya tasarruf etishi mumkin bo'lgan yagona sarmoya edi. Bunga mashinalar sotilishidan tushadigan pullar qo'shilardi. Boshda men kompaniyada ovozim hal qiluvchi emasligiga chidadim. Biroq tez orada bu jonimga tegdi. Shuning uchun 1906-yilda o'zim ishlab topgan pullarga kompaniya aksiyalaridan sotib oldim va qimmatli qog'ozlarning 51% qismini qo'limga jamladim. Biroz o'tgach hissam 58,5% bo'ldi. Kompaniyadagi barcha yangi uskunalar va butun jarayon kelgan daromad hisobiga moliyalandi. Aksiyadorlarning bir qismi mening siyosatimga rozi bo'lmagani uchun o'g'lim Edsel 1919-yilda qolgan 41,5% aksiyaning hammasini sotib oldi. U $100 nominalga ega aksiyalarga $12,500 to'lagach, ularning umumiy qiymati taxminan $75 million ga tushdi. Avval boshda kompaniya va uning jihozlari juda odmiy edi. Biz Strelovning Mak Avenuedagi duradgorlik ustaxonasini ijaraga olgandik. Avtomobillarimni loyihalashtira turib, men ishlab chiqarish usullarini ham yaratardim. Biroq afsuski, zarur texnikalar sotib olishga qurbimiz yetmagani bois, mashinalar mening chizmalarim asosida, ammo boshqa zavodlarda tayyorlanardi. Ayni paytda ularning g'ildiragi, shinasi va kuzov qismini o'zimiz yig'ardik. Yuqorida ta'kidlaganimdek, alohida qismlarni tayyorlash rejali tartibda amalga oshirilsa, bu ishlab chiqarishning eng tejamkor usuli bo'ladi. Kelajakda mahsulotning turli qismlari bir tom ostida ishlab chiqarilmaydi. Har bir alohida qism yetarli sharoit mavjud joyda ishlab chiqarilib, so'ngra iste'molchilarga yaqin markazlarda yig'iladi. Hozir biz shu usulda ishlab, uni kengroq qo'llashdan umidvormiz. Alohida qismlarni tayyorlaydigan fabrikalar kimga qarashli ekani ahamiyatsiz. Barchasi ishlab chiqarishning bir xil tamoyillariga amal qilsa kifoya. Agar yuqori sifatli tayyor qismlarni bizga maqbul narxda sotib olish imkoni bo'lsa, biz ularni o'zimiz ishlab chiqarmaslikka harakat qilamiz. Yetarlicha zaxira to'plash hollari bundan mustasno albatta. Aslida alohida qismlarni tayyorlash fabrikalari turli mulkdorlarga tegishli bo'lishi foydadan xoli emas. Mening tajribalarim asosan mashinaning og'irligini kamaytirish ustida edi. Ortiqcha vazn har qanday o'zi yurar transport vositasining kushandasidir. Vazn haqida ko'plab ahmoqona fikrlar bor. Ayrim bema'ni atamalar qanday qilib leksikonga kirib qolgani g'alati. Masalan, aqlli odamning miyasiga nisbatan ko'p tosh bosadi iborasi ishlatilar ekan. Bu yana nimasi? Hech kim tanasi og'ir, vazndor bo'lishni istamaydi. Bosh bundan mustasnomi? Noma'lum sabablarga ko'ra vazn va kuchni bir-biri bilan chalkashtirishadi. O'ylaymanki, bunga ibtidoiy loyihalash usullari sabab. Ho'kiz qo'shib tortadigan eski arava 1 tonna tosh bosgan. Uning vazni shu qadar og'ir ediki, bu tortish kuchini haddan ziyod kamaytirardi. New Yorkdan Chicagoga borayotgan yo'lovchilarning jamini qo'shganda 10 tonna ham chiqmaydigan vujudlarini tashish uchun yuzlab tonna og'irlikdagi poyezdlar quriladi.
Natijada haqiqiy kuch yo'qotiladi. Millionlab mablag' behuda sarf etiladi. Foydali harakat koeffitsiyentining pastligi kuch va vaznning noto'g'ri nisbati tufayli vujudga keladi. Og'irlik bug'da yuradigan yo'l tekislovchi mashinaga kerak, boshqa yerda emas. Kuchning vaznga umuman aloqasi yo'q. Dunyoda buyuk ishlarni amalga oshiruvchi odamning zehni o'tkir, yengil va kuchlidir. Kuch faqat vazndan iborat emas, odamlarda ham, narsalarda ham. Olamdagi eng chiroyli narsalar ortiqcha yukdan xoli bo'ladi. Agar menga yo mashina vaznini oshirishni yoki qo'shimcha qism qo'shishni taklif qilishsa, men og'irlikni kamaytirib, ortiqcha qismni yo'qotish yo'lini qidiraman. Men loyihalashtirgan avtomobil o'zining barcha o'tmishdoshlaridan yengil edi. Bundan ham yengil qilardim, lekin u paytlar materiallar yetarli emasdi. Keyinroq yangi materiallar paydo bo'lgach, yanada yengil avtomobillar yig'a oldim. Birinchi yilda biz Model A'ni yaratdik. Uning shassisini 850, kuzovini $100 sotdik. Bu mashinada 2 silindrli motor, 8 ot kuchi va zanjirli uzatgich bor. Benzin idishi 20 litr sig'imga ega edi. Yil mobaynida biz 1708 ta avtomobil tayyorlab sotdik. Bu mashinalarimiz haqli ravishda e'tibor topganidan dalolat berardi. O'shanda ishlab chiqarilgan har bir Model A modelining o'z tarixi bor. Masalan, 1904-yilda yasalgan nomer 420 avtomashinani kaliforniyalik polkovnik Galli xarid qilgandi. Bir necha yildan so'ng u mashinani sotib, yangi Ford oldi. Nomer 420 qo'ldan qo'lga o'tib, Ramonaning tog' qismida yashaydigan Edmund Jacobsning qo'liga tushadi. Jacobs mashinadan ancha yil eng og'ir ishlarda foydalanganidan so'ng yangi Ford xarid qilib, eskisini sotadi. 1915-yilda avtomobil Mr. Cantello ismli odamga yetib boradi va u motorini olib suv nasosiga o'rnatadi. Shassisiga arava shotisini joylashtiradi. Hozirgacha o'sha motor suv tortishga xizmat qilmoqda. Xachirlarga qo'shilgan shassisi esa dehqon arava vazifasini o'tayapti. Xulosa shuki, Ford mashinalarini qismlarga ajratish mumkin, ammo yo'q qilib bo'lmaydi. Ilk reklamamizdan parcha keltiraman. Maqsadimiz kundalik ehtiyojlarni qondirish uchun tayyorlangan, ish yuzasidan va oilaviy foydalanishga mo'ljallangan avtomobil ishlab chiqarish va sotishdir. Avtomobil xaridorni qoniqtiradigan darajada tezkor, ammo keyingi paytlar ko'plab shikoyatlarga sabab bo'layotgan darajada dahshatli tezlikka chiqmaydi. Biz o'zining mustahkamligi, oddiyligi, ishonchliligi, qulayligi va nihoyat narxining arzonligi bilan erkak va ayolga va hamma yoshdagilarga maqbul avtomobilni yaratishni istaymiz. Mashinamiz narxining arzonligi uni boshqa kompaniyalar avtomobili uchun mo'may pul to'lay olmaydigan xaridorlarning qo'liga yetib borishini ta'minlaydi. Bunda quyidagilarni alohida ta'kidlagan edik. Birinchi, sifatli xomashyo. Ikkinchi, oddiylik. O'sha davrning aksar avtomobillarini boshqarish haydovchilardan katta mahoratni talab etardi. Uchinchi, motor. To'rtinchi, o't oldirish. Mashinaga 6 tadan quruq unsurli batareyaning 2 to'plami o'rnatilgan. Beshinchi, avtomatik yog'lanish. Oltinchi, o'tkazgichining qulay va yengil boshqaruvi. Yettinchi, mahorat bilan yaratilganlik. Biz hech qachon ko'ngilxushlik uchun mashina yig'maganmiz. Ilk reklamada biz avtoulovning foydasini ko'rsatdik va shunday yozdik. Vaqt pul demakdir iborasini ko'p eshitamiz. Ayni paytda bu hikmatga rioya qiladigan ishbilarmonlar juda oz. Doimo vaqt kamligidan, hafta kunlari yetmayotganidan nolayotgan odamlar 5 daqiqani behuda sarflashi, bir yoki ko'plab dollarni yo'qotishiga teng kishilar fayton, tramvay kabi ishonchsiz va noqulay transportdan foydalanadi. Holbuki mukammal hamda samarali avtomobilni sotib olishga sarflangan mablag' ularni tashvish va kechikishlardan xalos qilib, vaqtini tejaydi. Bir imo bilan harakatga tushadigan hashamatli transport vositasini havola etadi. Avtomobil hamisha tayyor, hamisha ishonchli.
U mablag'ingiz va vaqtingizni tejash uchun maxsus yig'ilgan. U siz kerakli joyga vaqtida borishingiz va vaqtida ortga qaytishingiz uchun yig'ilgan. U sizni aniqlikka o'rgatish, yaxshi kayfiyatingizni hamda ishchanlik quvvatingizni saqlash uchun yig'ilgan. Siz undan xohishingizga qarab ham xizmat, ham hordiq safarlarida foydalanishingiz mumkin. U sizni yomon yo'ldan yengil olib o'tib va toza havodan nafas olish imkoniyatini yaratib, sog'lig'ingizni asraydi. Siz tezlik hukmdorisiz. Istasangiz soyali xiyobonda sekin yurasiz. Istasangiz oyoq ostidagi tepkini bosgan zahoti boshni aylantiradigan katta tezlikka chiqasiz. Ko'cha ustunlarini sanab ulgurmaysiz. Men reklamalarimizdan bu iqtiboslarni avval boshdanoq oldimizga sport maqsadlarini qo'ymay, foydali qurilma yaratishga intilganimizni ko'rsatish uchun keltirdim. Ishimiz mo'jiza sodir bo'lgandek tez yurishib ketdi. Avtomobillarimiz shon-shuhratga erishdi. Ular mustahkam, oddiy va yaxshi yig'ilgan edi. Men yagona hammabop mashinani loyihalayotgandim, biroq u tayyor emasdi. Bundan tashqari, bizning yangi munosib zavod qurishga ham, uni uskuna va aslahalar bilan jihozlashga ham pulimiz yo'q edi. Biz hali ham bozor materiallaridan foydalanardik. To'g'ri, biz hamisha eng sara materiallarni sotib olganmiz. Ammo xomashyoni ilmiy o'rganish yoki ular ustida o'zimiz tajriba o'tkazish imkoniyatidan mahrum edik. Mening sheriklarim yagona model bilan cheklanib qolishni aqlga sig'dira olmasdi. Avtomobilsozlik sanoati velosipedsozlikning izidan borib, har bir ishlab chiqaruvchi har yili avvalgisiga o'xshamas yangi model yaratishini burch deb bilar. Shunda eski velosiped egasi o'z transportini yangisiga almashtirishni istab qolardi. Buni ishbilarmonlik derdilar. Chevarlar ham shunday ishlashadi. Ular kiyimlarini mukammallashtirmaydi. Har gal butkul yangisini tikadi. Bunga faqat hayron qolish mumkin. Biznesdagi muvaffaqiyatga xaridorning ishonchini qozonish emas, uni yangi mahsulot sotib olishga majburlash va yana shu zahoti yangisini chiqarib, uni ham xarid qilishga undash orqali erishiladi, degan fikr jamiyatda qaror topgandi. Men o'sha payt amalga oshirilmagan bir reja ishlab chiqdim. Unga ko'ra, mashinaning har bir ehtiyot qismi kelgusida yanada mukammaliga almashtiriladigan bo'lishi shart edi. Shunda avtomobil aslo eskirmasdi. Mening orzumand g'oyamga ko'ra, har bir ehtiyot qism shu qadar mustahkam va ishonchli bo'lsinki, uni almashtirishga hojat qolmasin. Yaxshi mashina xuddi yaxshi soat singari uzoq ishlashi kerak. Ishlab chiqarishimizning 2-yilida bor kuchimizni uchta yangi modelni tayyorlashga qaratdik. Biz sayyohlik maqsadlarida 4 silindrli avtomobilni, $2000 qiymatga ega model B ni, model A ning biroz takomillashgan va o'tmishdoshidan $50 ga qimmat model C ni va nihoyat $1000 sayyohlik mashinasi model F ni ishlab chiqardik. Shunday qilib, quvvatimizni jamladik va bahoni oshirdik. Natijada o'tgan yildagidan ozroq mashina sotdik. Bor yo'g'i 1695 dona avtomobil xaridorga yetdi. 4 silindrli model B reklamaga muhtoj edi. O'sha paytlarda eng yaxshi reklama poygada yutish yoki biror rekordni o'rnatish edi. Shuning uchun men eski Nayza mashinamizni qayta ishlab chiqdim. Hamda New York avtomobil ko'rgazmasi ochilishidan 8 kun oldin bir ingliz mili uzoqlikdagi butkul muz bilan qoplangan yo'lda shaxsan o'zim test drive o'tkazdim. Bu sinovni aslo unutmayman. Muz shu qadar sirpanchiq ediki, sinovni bekor qilganimda bizning zararimizga reklama bo'lardi. Aslida muzning ustida ko'zga ko'rinmas yoriqlar va notekisliklar bor edi. Men buni ko'rgan zahoti katta tezlikka o'tganimda yoriqlar muammo tug'diradi deb o'yladim. Biroq test drive'ni to'xtatishga kech edi va Nayzani yo'lga soldim. Mashina har bir yoriqda sakrab ketardi. Men bularning bari nima bilan tugashini bilmasdim. Agar muz ustida uchirmasam, mashina meni u yon bu yonga o'tadi. Biroq alal-oqibat bir amallab yo'lda qoldim va ag'darilmadim. Men rekord o'rnatib, butun dunyoga mashhur bo'ldim. Model B ning muvaffaqiyati ta'minlandi. Biroq yuqori narxni oqlash uchun buning o'zi yetarli emasdi.
Tasodifiy rekord va reklamaning o'zi bozorni zabt etish uchun kamlik qiladi. Biznes va sport boshqa narsalardir. Ishlab chiqarish hajmi o'sdi va biz kichik duradgorlik sexiga sig'may qoldik. 1906-yilda aylanma sarmoyadan tegishli mablag'ni olib, 3 qavatli fabrika qurdik va hashamatli korxonaga asos soldik. Bir qator detallarni o'zimiz ishlab chiqara boshladik va shu yerda yig'ishga kirishdik. Ammo mohiyatdan biz baribir hamon yig'uv sexi edik. 1906-1907 yillarda biz faqat 1 yil avval ishlab chiqilgan 2 yangi modelni, 4 silindrli $2000 avtomobilni va $1000 sayohat mashinasini chiqardik va sotuv hajmi 1599 donaga tushdi. Ko'pchilikning fikricha, sotuv hajmining pasayishiga sabab yangi modellarni ishlab chiqarmaganimiz ekan. Mening fikrimcha esa sababni narxdan izlash kerak edi. Mashinalarimiz 95% xaridorlar uchun qimmatlik qilardi. Shuning uchun keyingi yili aksiyalarning katta qismiga egalik qila boshlagach, men strategiyani o'zgartirdim. 1906-1907 yillarda biz qimmat avtomobillar ishlab chiqarishdan kechib, shaharda yurishga va yengil sayohatlarga mo'ljallangan 3 ta kichik modelni chiqardik. Ishlab chiqarish usuliga va mashinaning alohida detallariga ko'ra bular avvalgi modellardan farq qilmasdi, faqat ko'rinishi boshqacha edi. Asosiy farq shundaki, eng arzon avtomobil bor yo'g'i $600, eng qimmati $750 dan baland emas. Samara hayratlanarli bo'ldi. U yana bir marta narx katta ahamiyatga ekanligini isbotladi. Biz 8423 avtomashina sotdik. Ya'ni avvalgi eng daromadli yillarga qaraganda 5 barobar ko'p sota oldik. Biz 1908-yil 15-mayda rekord natijaga erishdik. Ya'ni 6 ish kuni mobaynida 311 dona avtomobil yig'dik. Bu quvvatimiz chegarasi edi. Bosh usti qora taxtaga bor bilan har bir test drive'ga tayyor yangi avtomobilni chiziqcha bilan belgilab qo'yardi. Taxtada joy yetmay qoldi. Keyingi oyda, iyunda, bir kunda 100 tagacha mashina yig'dik. Kelasi yili biz muvaffaqiyatli chiqqan ushbu strategiyamizdan biroz chekindik. Men endi 6 silindrli, 50 ot kuchiga ega, shahar tashqarisiga sayohat uchun mo'ljallangan avtomobilni loyihalashtirdim. Ayni paytda biz kichik avtomashinalar ishlab chiqishda davom etdik. Biroq 1907-yilgi birja sarosimasi va qimmatbaho modelga chalg'iganimiz tufayli bor yo'g'i 6398 ta avtomobil sotdik. Bizda 5 yillik tajriba bor edi. Avtomobillarimiz Yevropada ham xaridorgir bo'la boshladi. Zavodimiz jiddiy va ishonchli korxona sifatida obro' qozondi. Pul yetarli edi. Ochig'i, birinchi yilni aytmaganda deyarli hech qachon mablag'dan siqilmaganmiz. Faqat naqdga sotib, qarzni istisno qilgan holda vositachilarsiz ishlardik. Biz hamisha oqilona me'yorni saqlab, katta qarz olmas edik va biror marta qaltis moliyaviy vaziyatga tushmadik. Biz biror marta o'zimizning moliyaviy imkoniyatlarimiz chegarasidan chiqmadik. Chunki barcha quvvatimiz ishlab chiqarishga yo'naltirilgandi. Mablag' juda tez to'plangani bois, hatto undan qanday foydalanishni o'ylab ulgurmasdik. Sotuvchilarni ehtiyotkorlik bilan tanlar edik. Boshida yaxshi sotuvchilarni jalb etish qiyin bo'ldi. Chunki avtomobil ishi avvallari muntazam yumush hisoblanmasdi. Nihoyat biz bir nechta agent topib, ularga mustaqil ishlaganda topganidan ancha baland haq to'ladik. Dastavval bu maosh uncha ko'p emasdi, chunki o'zimiz endi oyoqqa tura boshlagan edik. Ammo ishimiz kengaygani sari har bir xizmatga imkon qadar yaxshi haq to'lay boshladik va shu tufayli eng yuqori toifali mutaxassislar bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydik. Agentlar quyidagi sifatlarga ega bo'lishi kerak edi. Birinchi, muvaffaqiyatga intiluvchi, biznesdagi imkoniyatlarni ko'ra oluvchi, oxirgi yangiliklardan boxabar. Ikkinchi, kompaniyamiz obro'sini tushirmaydigan, salobatli, toza va keng savdo binosi. Uchinchi, har qanday ta'mirni tezda amalga oshirish va tegishli hududdagi barcha Ford avtomashinalari sozligini ta'minlovchi ehtiyot qismlarining yetarli zaxirasi. To'rtinchi,
Ta'mir uchun zarur bo'lgan barcha aslahalarga ega yaxshi ustaxona. 5. Ford avtomobillarini yaxshi biladigan va ularni ta'mirlay oladigan mexaniklar. 6. Istalgan paytda turli savdo nuqtalarida nima bo'layotgani, omborlarda mahsulotning bor yo'qligini, Ford avtomobillari egalarining ismlari va kelgusi istiqbollarini ko'rsatuvchi shaffof hisobot va qat'iy hisoblar yuritilishi. 7. Barcha bo'linmalarda mutlaq pokizalik, kir derazalar, chang bosgan jihozlar, putur yetgan binolar va hokazolar bo'lmasligi. 8. Munosib tashrif taxtasi. 9. Halol biznes va tijorat axloqiga rioya qilinishi. Agentlar uchun boshqa talablar bilan birga quyidagilar aytilgandi. Sotuvchi yoki diler o'z hududidagi ehtimoliy avtomobil xaridorini to'liq bilishi kerak. Shu jumladan, hali mashina olishni xayoliga keltirmaganlarni ham bilishi lozim. Ularning har birining oldiga kerak bo'lsa shaxsan borishi, hech bo'lmasa yozma taklif jo'natishi zarur. Har qanday muzokaraning natijalarini yozib borish shart. Natijada biz har bir inson avtomobil sotib olish haqida qanday fikrda ekanini bilamiz. Agar o'z hududingizda bu ishni eplay olmasangiz, bu hudud bitta sotuvchi uchun juda katta bo'lib chiqadi. Yo'limizda qiyinchiliklar ham bo'lgan. Bizni o'z safiga kiritish maqsadida Avtomobil ishlab chiqaruvchilar assotsiatsiyasi sudga berdi. Bu ulkan sudlov jarayoni ishlarimizni to'xtatib qo'ydi. Ular avtomobil bozori chegaralangan, shuning uchun unda monopoliya o'rnatish kerak degan xato g'oyaga asoslanib ishlardi. Bu o'sha mashhur Selden patenti jarayoni edi. Sud xarajatlari ba'zan juda og'ir kechdi. Yaqindagina vafot etgan Seldenning o'zi bu jarayonga uncha aloqador emasdi. Sudlovni patent orqali sohada monopoliya o'rnatmoqchi bo'lgan sindikat uyushtirgandi. Vaziyat shunday edi. 1879-yildayoq patentlashtiruvchi advokat George Selden vazni uncha katta bo'lmagan, oson boshqariladigan va o'rtacha qiyalikka chiqishga yetarli kuchga ega oddiy, mustahkam va arzon ko'cha lokomotivini ishlab chiqarish uchun ariza yozgandi. Bu ariza Patentlar va savdo markazi idorasida qonuniy tarzda tegishli kirish raqami bilan ro'yxatdan o'tkazilgan va 1895-yilga kelibgina ariza kuchga kirgan. Ariza berilgan 1879-yilda hali hech kim avtomobil haqida tushunchaga ega emasdi. Patentlashtirish yo'lga qo'yilgan paytga kelganda esa o'zi yurar transportlar hech kimga sir emasdi. Avtomobillarni loyihalash bilan ko'p yillardan beri shug'ullanib kelayotgan aksariyat injenerlar, shu jumladan men ham, o'zi harakatlanadigan ekipajni ishlab chiqarish ko'p yillar oldin patent bilan himoyalanganini bilib ajablandik. Holbuki patentning da'vogari faqat g'oyani patentlagani, uni amalga oshirishni ko'zda tutmaganini ta'kidlagan edi. Patent predmeti arizada 6 ta band bilan tavsiflangandi. Mening nazarimda, ularning birontasi 1879-yilda originallikka da'vo qila olmasdi. Patent idorasi A. Rol mexanizmi bilan ta'minlangan kuzov, B. Tutqich mexanizmi va oldinga yurish uchun uzatma va motor bo'lgan kombinatsiyalarni patentga loyiq deb topadi va imtiyoz belgilovchi kombinatsiyaviy patent beradi. Bunday tavsif bizning mashinalarga to'g'ri kelmasdi. Ishonchim komil. Avtomashinam bilan Seldenning g'oyasi o'rtasida umumiylik yo'q edi. Biroq qonuniy ishlab chiqaruvchi rolini o'ynayotgan sanoatchilarning haybatli guruhi patent egasi bilan shartnoma tuzib olib, bizga qarshi sud jarayonini boshladi. Chunki kompaniyamiz avtomobilsozlik sanoatida sezilarli mavqega ega bo'layotgandi. Sud jarayoni cho'zilib ketdi. Bu bilan bizni qo'rqitmoqchi va ishimizdan voz kechtirmoqchi edilar. Biz jil dalillar to'pladik va nihoyat 1909-yilning 15-sentyabrida eng katta jang bo'ldi. Sudya Huyu bizning foydamizga hukm chiqarmadi. Shundan so'ng raqiblarimiz xaridorlarimizni bizdan cho'chitish uchun PR kampaniya boshladi. Xuddi shunday bizni qurolsizlantirishga qaratilgan kampaniyani ular 1903-yilda,
jarayon endi boshlanganda ham o'tkazgan edi. Men jarayonni yutib chiqishimizga zarracha shubha qilmagandim. Shunga qaramay, birinchi instansiya sudida yutqazdik. Bu bizga qattiq zarba bo'ldi. Chunki ko'p sonli xaridorlarimizni yo'qotish tahlikasi yuzaga kelgandi. Xaridorlarni yaqinda Fordlar sud tomonidan javobgarlikka tortiladi degan mish-mishlar bilan qo'rqitardilar. Vaholanki, bizning ishlab chiqarishimiz to'xtatilmagan edi. Chaqqon raqiblarimiz zimdan yanada qo'rqinchli gap tarqatdi. Unga ko'ra, Ford sotib olish jinoiy harakat va buning uchun xaridor qamalishi mumkin. Biz bu mish-mishlarga qarshi salmoqli gazetalarda bosilgan 4 varaqli e'lon bilan javob berdik. Unda biz ishning holatini bayon qilib, muqarrar g'alaba qilishimizga ishonch bildirdik. E'lon shunday yakunlanardi. Oxirida raqiblarimiz o'tkazgan kampaniyalar ta'sirida bizga shubha bilan qaray boshlagan xaridorlarimizga shuni ma'lum qilmoqchimanki, biz har bir xaridorimizga $12 million jamg'armaga ega alohida fondimiz tomonidan kafolatlangan guvohnoma berishga tayyormiz. Unga ko'ra siz bizning sanoatimizni egallab, monopoliya o'rnatmoqchi bo'lganlar uyushtiradigan har qanday ko'ngilsizlikdan sug'urtalangan bo'lasiz. Bu guvohnomani talab qilganingiz zahoti olasiz. Shunday ekan, raqiblarimizning mo'tabar kompaniyasiga ishonib, sifati past mashinalarni juda baland narxlarda xarid qilishga rozi bo'lmang. Mazkur jarayonda Ford Motor kompaniyasi mualliflik huquqi bo'yicha Sharq va G'arbdagi eng yetakchi mutaxassislarning huquqiy yordamidan foydalanadi. Biz ikkilanib turgan xaridorlarni jalb etishda sug'urta asosiy omil bo'ladi. Ularga kafolat kerak deb o'ylagandik. Ammo bunday kafolatga hojat yo'q ekan. Biz qariyb 18 ming dona avtomashina sotdik. Bu avvalgi yildan 2 baravar ko'p edi. Ayni paytda bor yo'g'i 50 tacha xaridor sug'urta guvohnomasini talab qildi xolos. Aslida Ford Motor kompaniyasining mashhurligiga bu sud jarayonichalik yordam bergan boshqa kompaniya bo'lmadi. Biz adolatsizlik qurboni bo'lgandik va jamiyat biz tomonda turdi. Bizga qarshi assotsiatsiya $70 million sarmoyaga ega bo'lsa, jarayonning boshida bizning $30 ming ga yetar-yetmas sarmoyamiz bor edi. Men yutib chiqishimizga shubha qilmagan bo'lsam-da, sud jarayoni boshimizda ajal shamshiri kabi sovuq yiltirab turdi va biz usiz ham eplardik. Men bu jarayonni Amerikaning ulkan sanoatchilar guruhi yo'l qo'ygan eng kaltabin qadamlardan biri deb bilaman. Sud jarayoni bir kompaniyani yo'q qilish uchun o'ylamasdan qo'yilgan qadam nimalarga olib kelishi mumkinligini namoyon qildi. Bizning g'alabamiz Amerika avtomobilsozlik sanoatining katta baxti bo'ldi deb hisoblayman. Assotsiatsiya shundan so'ng iqtisodiy hayotda mavqeini sezilarli yo'qotdi. 1908-yilda sud jarayoniga qaramasdan ishimiz shu qadar yaxshi borayotgandiki, orzuyimdagi yangi avtomobilni ishlab chiqarishga kirishganimizni e'lon qildik. 4-bob ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sirlari. Ford Motor kompaniyasining barpo etilishi tarixini shunchaki o'zim uchun yozayotganim yo'qligini ta'kidlashni istardim. Kelinglar va men qilganday qilinglar demoqchi emasman. Maqsadim shakllangan ishbilarmonlik usullari unchalik to'g'ri emasligini ko'rsatishdir. Eskicha ishlashni tark etib, yangicha yo'lga tushganimdan so'ng Ford kompaniyasi mislsiz yutuqlarga erisha boshladi. Umuman olganda, biz ham o'sha davrning avtomashina ishlab chiqaruvchilari yurgan yo'ldan o'tganmiz. Faqat bizning mashinalar boshqalarnikiga qaraganda oddiyroq edi. Qolaversa, korxonamizga tashqi sarmoya aralashmagandi. Shularni hisoblamasa, boshqalardan farqimiz yo'q edi. Lekin kompaniyamiz quvonchli yutuqlarga erishayotgandi va biz qat'iy tamoyilga bo'ysunardik. Faqat naqd pulga savdo qilardik. Hamma foydani korxonaga qayta sarflardik, hamda hamisha aylanma mablag'imiz bor edi. Biz barcha poygalarda qatnashdik, reklamani ishga soldik va savdoni shiddatli suratda o'stirdik. Avtoulovlarimizning qurilishi sodda bo'lishi bilan birga ularni hashamdor qilib bezamasdik. Kamtarona ko'rinishini aytmasa, mashinalarimiz uzoq sayohatlarga mo'ljallangan boshqa avtoulovlardan farq qilmasdi. Albatta,
biz istalgan buyurtmani bajarishimiz mumkin edi va ehtimol agar maqbul haq to'lansa qandaydir o'ta hashamatli avtomashinani ham ishlab chiqara olardik. Korxonamiz gullab yashnayotgandi. Biz qo'limizni qovushtirib, ishimizni qilib qo'ydik. Endi shu suratni ushlab tursak bas deb tin olishimiz mumkin edi. Rostdan ham ayrimlar shunday o'ylardi. Ba'zi aksiyadorlar jiddiy tahlikaga tusha boshladi. Chunki kuniga 100 ta avtomashina ishlab chiqaradigan darajaga yetgandik. Ular xonavayron bo'lib qolishdan qo'rqardi. Ular kompaniyani kasod qilishimdan cho'chib, meni to'xtatmoqchi bo'lishganda, men kuniga 100 ta avtomashina hali holva. Umid qilamanki, tez kunlarda kuniga 1000 ta mashina chiqaramiz deb javob berdim. Bu ularni dahshatga soldi. Keyin ma'lum bo'lishicha, ular meni sudga berishni jiddiy muhokama qilishibdi. Agar ularning fikriga qo'shilganimda, ishlab chiqarishni avvalgi miqdorda qoldirishim, pullarni hashamdor idora binosiga sarflashim, juda faol raqobatchilarim bilan shartnoma tuzishga harakat qilishim, odamlar qiziqishini ushlab turish uchun vaqti bilan yangi modellarni loyihalab turishim lozim edi. Shunda ulkan biznesning hurmatli, bosiq xo'jayiniga aylanardim. To'xtash va dam olish orzusi tabiiy hol. Faoliyatdan voz kechib, osuda hayotga qaytish istagini tushunaman. Garchi buni hech qachon his qilmagan bo'lsam ham, men dam olishni xohlagan odam biznesdan butunlay ketishi kerak deb o'ylayman. Ammo kishilar istifoga chiqqach, nazoratni qayta qo'lga olishga moyil bo'ladi. Bu mening rejamda yo'q edi. Yutganimiz sari kattaroq marralarni ko'zlardim. Biz insoniyatga foydali nimadir qila oladigan kunga yaqinlashayotganimizni his qilardim. Men universal mashina modelini yaratmoqchi edim. Odamlar shu paytgacha yaratgan turli avtomashinalarimizga o'z munosabatini bildirgandi. Xizmat mashinalari, poyga va sinov avtoulovlari qanday o'zgarishlar kiritilishi zarurligini aniq ko'rsatdi. Va 1905-yildayoq men orzuyimdagi avtomobil qanaqa bo'lishini eng mayda unsurlarigacha bilardim. Afsuski, men rejalagan quvvat va vazn nisbatiga erishish uchun materiallar yetishmasdi. Baxtimni qarangki, o'sha materiallarga tasodifan duch kelib qoldim. 1905-yilda men Palm Beach poygalarida ishtirok etayotgandim. U yerda dahshatli to'qnashuv yuz berdi va farang avtomashinasi parchalanib, sochilib ketdi. Biz tomondan poygada Model K kattagina 6 silindrli mashina qatnashayotgandi. Nazarimda, poygadoshlarimizning mashinasi bizga ma'lum mashinalarga qaraganda ixcham va mutanosib qismlardan tuzilgandek edi. Halokatdan so'ng parrakning shpindeli parchasini yerdan terib oldim. U juda yengil va mustahkam edi. Men uning nimadan yasalganini so'radim. Hech kim uni bilmas ekan. Yordamchimdan bu material haqida imkon qadar batafsil bilib berishni so'radim. Bu o'sha bizga zarur material edi. Alal-oqibat bilib oldimki, bu parchalangan avtomobil bo'lagi tarkibida vanadiy bo'lgan fransuz polatidan tayyorlangan ekan. Biz Amerikaning barcha po'lat quyuvchi zavodlarini surishtirdik. Hech kim bizga vanadiyli po'lat yetkazib bera olmadi. Shunda men Angliyadan vanadiyni sanoat yo'li bilan olishni biladigan bir insonni chaqirtirdim. Galdagi vazifa buni bajaradigan zavodni topish edi. Bu yerda yangi muammo paydo bo'ldi. Vanadiyni olish uchun Fahrenheit bo'yicha 3000 gradus daraja harorat kerak. Odatdagi quyish o'choqlarining chegarasi 2700 daraja. Nihoyat men Ogayodagi Kanton shahrida shunaqa po'lat erituvchi zavodni topdim. Men direktorlar kengash oldida agar ular yetarli haroratga erishsa, ehtimoliy zararlarni qoplashni zimmamga oldim. Ular rozi bo'lishdi. Birinchi tajriba yaxshi chiqmadi. Po'lat tarkibida vanadiy oz edi. Men tajribani takrorlashni so'radim. Bu safar omadimiz keldi. Shu paytgacha biz ajalib ketish qarshiligi 60 mingdan 70 ming funtgacha bo'lgan po'latga qanoat qilardik. Vanadiy aralashgach, bu qarshilik ko'rsatkichi 170 ming funtga yetdi. O'zimizni vanadiy bilan ta'minlagach, barcha mashina modellarimizni sochib chiqish bilan mashg'ul bo'ldim. Chunki ularning har bir qismi uchun qanday po'lat, qattiq, mustahkam yoki qayishqoq lozimligini aniqlashim kerak edi.
O'ylashimcha, biz o'z maqsadi yo'lida po'lat navlariga oid ilmiy tadqiqot olib borgan tarixdagi birinchi kompaniya edik. Shunday qilib, avtomashinaning turli qismlari uchun po'latning 22 navini tanladik. Ularning 10tasi tarkibiga vanadiy kiritildi, chunki u mustahkamlik va yengillik lozim bo'lgan joyda ishlatilardi. Albatta, po'latlardagi vanadiy miqdori turlicha edi. Boshqa moddalardan tayyorlanayotgan po'lat ishlatiladigan ehtiyot qismi yemirilishiga chidamli yoki qayishqoq bo'lishi kerakmi? Qisqacha aytganda, unga qo'yiladigan talablardan kelib chiqib tanlanardi. Bilishimcha, bu paytgacha avtomobilsozlikda po'latning nari borsa 4 navi ishlatilardi. Haroratni oshirishga doir tajribalarimiz natijasida po'latni yanada mustahkamlashga erishdik va o'z o'rnida mashinaning vaznini yengillashtirdik. 1910-yilda Fransuz savdo va sanoat departamenti mashinamizni boshqarish qurilmasining eng zaruriy biriktiruvchi qismini olib, o'sha paytdagi eng yaxshi fransuz avtomashinasinikiga bilan taqqosladi. Natijada bizning po'lat faranglarnikiga nisbatan har tomonlama ustun chiqdi. Vanadiyli po'lat mashina vaznini sezilarli yengillashtirishga imkon berdi. Orzuyimdagi universal mashinaning qolgan jihatlarini o'zim o'ylab qo'ygandim. Endi barcha detallarni birlashtirish va ular bir-birlarining ishiga qanday ta'sir qilishini sinash kerak edi. Axir, ularning hatto bittasi nomaqbul ishlasa yoki umuman ishlamay qolsa, halokatga olib kelishi mumkin. Mashinalar falokatiga sabab ehtiyot qismlarining yetarlicha mustahkam emasligidir. Shunday qilib, universal avtomashina yaratish yo'lidagi asosiy muammo barcha qismlarni imkon qadar mustahkam qilish edi. Bundan tashqari, mashina motori tentaklarcha mustahkam bo'lishi shart. Bu unchalik oson ish emas, chunki benzinda yuradigan motor tabiatdan juda nozik bo'lib, oson ishdan chiqadi. Shuning uchun men shunday shior tanladim. Agar yaratgan avtomashinam buzilsa, bu mening aybim. Ilk avtomashina ko'chaga chiqqan kundan boshlab mashinalar insonlarga kerakligiga shubha qilmadim. Bu ishonch meni eng qisqa yo'l bilan bir maqsadga olib keldi. Omma uchun avtomashina yaratishim kerak. Barcha sa'y-harakatlarim o'shanda ham, hozir ham yagona universal avtomashina yaratishga yo'naltirilgan. Men yildan yilga shu avtomashinani mukammallashtirish ustida ishladim va ayni paytda uning narxini muntazam pasaytirishga harakat qildim. Universal mashina quyidagi fazilatlarga ega bo'lishi lozim edi. Birinchi, yuqori sifatli materiallar. Vanadiyli po'latlar ichida eng mustahkam, qattiq va uzoq xizmat qiladigani. Shuning uchun shassi va kuzov undan yasaladi. U narxidan qat'iy nazar bu boradagi eng sifatli mahsulot. Ikkinchi, oddiy boshqaruv. Axir har bir xaridor mexanik emas-ku. Uchinchi, yetarlicha kuchli motor. To'rtinchi, to'la ishonchlilik. Chunki avtomashina har turli maqsadlarga va ehtiyojlarga xizmat qiladi. Tekis va notekis yo'llardan yuradi. Beshinchi, yengillik. Ford avtomobillarida Porsche'ning bir ko'p dyum yuzasiga atigi 7,95 fut og'irlik to'g'ri keladi. Shu sababli uqumda, loyda, muzda, qorda, suvda to'xtamay yura oladi, toqqa chiqadi va dalada ham yura oladi. Oltinchi, xavfsizlik. Tezlik nazorati hamisha kerak. Bu shahar yo'llarida ham, shahardan tashqarida ham xavfning oldini olishga yordam beradi. Fordning uzatmasini istagan inson boshqara oladi. Aytilgani kabi, har bir go'dak Fordni boshqarishi mumkin. Yettinchi, motor qancha og'ir bo'lsa, shuncha ko'p benzin va moy sarflaydi. Mashina vazni qancha yengil bo'lsa, harakat uchun shuncha kam yoqilg'i ketadi. Avvallari Ford mashinalarining yengilligini kamchilik deb hisoblashardi. Endi bu fikr o'zgargan. Men nihoyat yasashga kirishgan mashina model T deb ataldi. U juda oddiyligi bilan ajralib turardi. Avtomobilning 4 tagina konstruktiv bog'lamasi bor edi. Motori, kuzovi, oldingi va orqa o'qlari. Bu qismlarning har birini tuzatish yoki almashtirish uchun oson joylashgan edi. Agar bu mashinani mukammallashtira olsam, butun ishlab chiqarishimizni shu bilan chegaralamoqchi edim.
Garchi bu yangi g'oya haqida ko'p gapirmasam-da, o'sha paytdayoq shuni istardimki, mashinaning barcha detallari oddiy va arzon chiqarilib, odamlar ustaxonalarda qimmatga mashina ta'mirlatmasdan eskisi o'rniga yangisini sotib olgani ma'qul bo'lishi kerak edi. Men ehtiyot qismlar, mix va taqa sotiladigan har qanday do'konchada sotilishini xohlardim. Konstruktor sifatida vazifam avtomobilni imkon qadar soddalashtirish edi, toki uni har bir inson anglay olsin. Bu g'oya hamma narsa uchun birdek amal qiladi. Mahsulot qanchalik sodda tuzilgan bo'lsa, uni tayyorlash shuncha oson. Umri uzoq, narxi arzon bo'ladi. Natijada ko'proq sotish imkoniyati tug'iladi. Texnik tafsilotlarni bayon qilish shart emas. Ammo shu yerda mashinalarimizning turli modellarini ko'rib chiqsak bo'ladi. Chunki model T model avvalgi modellar qatorini yakunlaydi va unda jamlangan biznes g'oyasi ishlab chiqarishimizni yangi yo'lga burib yuboradi. Model T'ning 8 ta o'tmishdoshi bor edi. A, B, C, F, N, R, S va K modellar. Model T'da avvalgi o'tmishdoshlarida bo'lmagan biror narsa yo'q. Barcha detallar to'liq sinalgandi. Shuning uchun bu mashinaning muvaffaqiyatga erishishi tasodifiy emas, yutuq muqarrar edi. Axir bu mashina bir kunda o'ylab topilmagan. Unda men mashinaga joriy etmoqchi bo'lgan hamma narsa, g'oya, mahorat va tajriba hamda bu yerda topganim eng ishonchli materiallar mujassam edi. Biz model T modelini 1908-1909 yillar mavsumiga atab ishlab chiqardik. O'shanda Ford kompaniyasi endigina 5 yoshga kirgandi. Avvaliga zavod 0,11 gektar maydonni egalladi. Birinchi yili jami ishlayotgan 311 kishi birgalikda 1780 avtomobilni ishlab chiqardik. Bittagina filial ochdik. 1908-yilga kelganda zavodning maydoni 1 gektarga kengaydi. Katta bino qurdik. Xodimlarimiz o'rtacha 1908 kishiga yetdi. Yiliga 6181 avtomobil yig'ardik va 14 filialga kengaydik. Biznesimiz gullab yashnadi. 1908-1909 yillarda biz avval katta muvaffaqiyatga erishgan model R va model S 4 silindrli, kam litr sarflovchi modellarni yetkazib berdik. Ular $700-750 sotildi. Ularga toki model T model siqib chiqargunicha muntazam talab mavjud edi. Bizning aylanmamiz yiliga 10.607 avtomobilga yetdi. Qolganlarga qiyoslasa eng ko'p avtomobilni biz sotardik. Sayohatga mo'ljallangan avtomobillarimiz $850 turardi. Xuddi shu shassiga biz $1000 shaharda yuradigan, $825 qumloq yo'llar uchun, $950 landoli va kupeli mashina yig'dik. O'sha mavsum yangi biznes strategiyaning davri kelganini tasdiqladi. Savdo vakillarimiz men hali ularga yangi strategiyamni yetkazishimdan oldin ulkan tijorat aylanmamizni ko'rib, turli tuman modellar evaziga savdo ko'lamimiz yanada kengayadi degan xulosaga keldi. Ajabo, mahsulot doimiy talab qilina boshlasa, qayerdandir unga o'zgartirish qilish lozim. Shunda u yanada yaxshi sotiladi degan fikr qayerdan yuzaga chiqarkan, hayronman. Dunyoda turli uslublar bilan tajriba qilish va yaxshi narsani buzish avjiga chiqqan. Savdo vakillarimiz tanlov imkonini kengaytirish fikrida qat'iy turib oldi. Ular mahsulotga nisbatan alohida istaklarini bildirgan 5% xaridorlarning fikrlarini ilib olgan. Hech bir e'tirozsiz mashinalarni xarid qilgan 95% xaridorlarni ko'rmasdi. Agar xodimlar xizmatda yo'l qo'ygan biror kamchilik topilsa, darhol sinchkovlik bilan tekshiruv o'tkazilishi lozim. Biroq gap tashqi ko'rinishda, uslubda bo'lsa, avvalo bu talab subyektiv emasmikan deb o'ylash kerak. Sotuvchilar doim injiq xaridorlarning kayfiyatiga qarash o'rniga mahsulot haqida yetarli bilimga ega bo'lishi darkor. Shundagina ular mahsulot injiq mijozlar istagan talablarga javob berishini tushuntira oladi. Albatta, agar ularda chindan ham xaridorning talablariga mos mahsulot bo'lsa. Nihoyat 1909-yilning ajoyib tonglaridan birida hech bir ogohlantirishsiz shuni e'lon qildim. Endi biz faqat bitta,
aynan model T ni ishlab chiqaramiz hamda barcha mashinalarimiz shassisi bir xil bo'ladi. Men yana shunday dedim. Avtomobillarning barchasi qora rangda chiqariladi. Demak, xaridor uni istalgan rangga bo'yatishi mumkin. Mening g'oyamni qo'llab-quvvatlaydigan odam topilmadi. Savdo vakillarimiz shubhasiz faqat bitta modelni ishlab chiqarish afzalliklarini tushuna olmasdi. To'g'rirog'i, ularga farqi yo'q bo'lgan. Vakillarning taxminiga ko'ra, ishlab chiqarish hajmimiz shu paytga qadar yetarlicha yaxshi edi. Endi narxlar pasayishi savdo aylanmamizni kamaytiradi. Chunki sifat talab xaridorlar cho'chib, arzon Ford xarid qilmaydi. Natijada ularning o'rni bo'shab qoladi. O'sha paytlarda avtomobilsozlik sanoati haqidagi tasavvurlar xira-shira edi. Avtomashina hali ham hasham belgisi hisoblanardi. Ishlab chiqaruvchilarning o'zi bu fikrning tarqalishiga xizmat qildi. Qaysidir masxaraboz ko'ngilochar mashina degan ifodani kashf etgach, barcha avtoreklamada aynan ko'ngilocharlik jihatiga e'tibor qaratildi. Sotuvchilarimizning e'tirozlari asossiz emasdi. Ayniqsa, quyidagi e'lonim ularni qo'rqitib qo'ydi. Men omma uchun avtomashina yasamoqchiman. U bir oila sig'adigan darajada yetarlicha keng, biroq bir kishi boshqara oladigan darajada mo'jaz ham bo'lishi kerak. Uni eng yaxshi materialdan yuqori toifali ishchilar tayyorlaydi. Uning konstruksiyasi zamonaviy texnikada mumkin qadar oddiy bo'ladi. Shunga qaramasdan, narxi shunchalik arzon bo'lishi kerakki, tayinli maoshi bor istalgan odam sotib olsin va o'z oilasi bilan toza havoga chiqib, erkinlikda rohat qilsin. Ko'plar tomonidan bu e'lon noxush qarshilandi. Bildirilgan umumiy xulosa shunday bo'ldi. Agar Ford shu ishni qilsa, 6 oyda xonavayron bo'ladi. Ular o'shanda oz pul sarflab, yaxshi mashina chiqarish mumkin emas deb o'ylashardi. Aslini olganda, avtomobilni boylargina sotib oladigan yurtda arzon avtomobillar ishlab chiqarish maqsadga muvofiq emas deyildi. 1910-yilda erishilgan yillik 10 ming avtomobilni ishlab chiqarish darajasi menga yangi zavod qurish zarurligini anglatdi. Piket Street burchagida yaxshigina binoyimiz bor edi. U Amerikadagi hech bir avtozavoddan kam emas, balki afzalroq ham edi. Biroq, nazarimda, u bizning suratimiz va hajmimiz uchun mos kelmasdi. Shu bois, men u paytlar shahar tashqari hisoblangan Highland Parkdan 24 gektar yer sotib oldim. Yangi olingan yerning ko'lami va mening yangi, mislsiz zavod haqidagi rejalarim odamlarning aqlini shoshirib qo'ydi. Ko'plarning miyasida bir savol aylanardi. Bu Ford qachon xonavayron bo'larkan? O'shandan beri necha ming odam bu savolni so'raganini hech kim bilmaydi. Bu savolning tug'ilishiga inson emas, tamoyil ishlashini anglamaslik sabab edi va bu tamoyil shu qadar oddiyligidan doim sirli bo'lib tuyulardi. 1909-1910-yillarda yangi yer sotib olishga va zavod qurishga ketadigan xarajatlarni qoplash maqsadida narxlarni biroz oshirdim. Shunday bo'lishi kerak edi, chunki oqibatda xaridorga zarar emas, foyda kelardi. Bundan bir necha yil avval River Rouge'da filial qurish uchun ham shunday qilgandim. To'g'rirog'i, har yilgi kabi narxlarni bu gal tushirmagan edim. Har ikki holatda ham zarur sarmoyani qarzga olishga majbur bo'ldik. Qarzlar esa korxona zimmasiga tushdi va keyin uni chiqarilgan avtomobillarga bo'lib tashlashga to'g'ri keldi. Shunday qilib, barcha modellar $100 qimmatlashdi. Faqat Roadsterlarning narxi $75 oshdi. Shuningdek, Landoli va shaharga mo'ljallangan avtomobillar $150 va $200 qimmatlashdi. Biz jami 18.664 avtomobil sotdik va 1910-1911 yillarda yangi imkoniyatlar yuzaga kelganda sayohat mashinalarimizning narxini $950 dan $780 ga tushirdik va sotuv aylanmamizni 34.528 ta mashinaga yetkazdik. Bu materiallarga xarajatimiz oshgani va oylik maoshning ko'tarilganiga qaramasdan narxlarni rejali va izchil tushirishimizning boshlanishi edi. 1908 va 1911 yillarni taqqoslaymiz.
Zavod hududi 1 gektardan 13 gektarga kengaydi. Ishchilar soni o'rtacha 1908 kishidan 4110 kishiga oshdi. Yiqqan avtomobillarimiz soni yiliga 6000 donadan deyarli 45000 donagacha ko'tarildi. Bundan tashqari, ta'kidlash kerakki, xodimlarimiz soni ishlab chiqarishimiz o'sishiga mutanosib bo'lmadi. Go'yo biz bir kechada ulkan korporatsiyaga aylangandekmiz. Biroq bunga qanday erishildi? Juda oddiy. Biz zaxiralar va texnikadan oqilona va aniq maqsadda foydalandik xolos. Qo'shni ko'chadagi qorong'u ustaxonada bir qariya ko'p yillar davomida bolta sopi yasagan. U yong'oq daraxtidan mustahkam yog'ochni ustara, keskich va qumqog'oz yordamida shaklga keltirar. Har bir sopni diqqat bilan o'lchab, mutanosablashtirardi. Shunday bo'lsa ham, soplar bir-biriga mutlaqo o'xshamasdi. Tutqich odam qo'liga va boltaga loppa loyiq bo'lishi kerak edi. Qariya tong sahardan shomgacha mehnat qilib, haftasiga o'rtacha 8 ta sop yasar va har biri uchun $1,5 haq olardi. Ba'zan mutanosiblik buzilgani uchun ayrim soplar sotilmay qolardi. Bugun siz texnika yasagan yaxshiroq bolta soplarini bir necha sentga xarid qilishingiz mumkin. Mutanosiblik haqida xavotirlamasangiz ham bo'ladi. Ularning hammasi bir xil va mukammal. Zamonaviy texnologiyalar nafaqat mahsulot narxining arzonlashuviga, balki sifatning o'sishiga ham olib keladi. Avval boshidan texnologik jarayonga aniq rioya qilish avtomashinalarimizni boshqalarnikidan arzon va sifatliroq qildi. Biz faoliyatimizni bitta g'oyaga bo'ysundirdik. Bu g'oya korxonamizning hayotiy o'zagiga aylandi. Mana o'sha g'oya. Muhandis insonning qandaydir muhim ehtiyojini qondiradigan yangi, mukammal mexanizmni yaratadi. Ixtiro qo'llab-quvvatlanadi va odamlar undan foydalanishni istaydi. Shunday qilib, bir odam butun kompaniyaning qalbiga aylanadi. Keyin shu inson bilan ishlaydigan har bir inson ishning rivojiga hissasini qo'shadi. Hech bir xo'jayin men bu kompaniyani yaratdim deb ayta olmaydi. Chunki unga minglab odamlar ko'maklashgan. Har bir xodimning hissasi bor. Mehnat qilish va ishlab chiqarish orqali ular biznesni savdo olamida muntazam rivojlantirdi va o'z o'rnida an'ana yaratib, pul ishlab topdi. Bizning korxona shu yo'l bilan yuzaga kelgan. Batafsil jarayonni keyingi bobda hikoya qilaman. Bu orada Ford Motor kompaniyasi butun dunyoda mashhurlikka erishdi. Biz Angliya va Avstraliyada filiallar ochdik. Avtomobillarimiz barcha qit'alarda sotila boshladi. Angliyada bizni Amerikadagi kabi yaxshi bilishardi. Dastlab Angliyaga mashina olib kirish oson emasdi. Bunga sabab avvalroq Amerika velosipedlari Angliyada omadsizlikka uchrashi bo'ldi. Bu velosipedlar ingliz iste'molchilarining foydalanishiga mos kelmagani bois distribyutorlar bironta ham Amerika transportini Angliya bozoriga kiritmaslikka qaror qilgandi. 1903-yilda 2 dona Model A Angliyaga yetib bordi. Ammo gazetalar bu mashinalarni ko'rmay qoldi. Avtomobil sotuvchilari ham zarracha qiziqish bildirmadi. Ular tarqatgan gaplarga qaraganda, bizning mashinalar ip va simdan iborat. Agar bu mashinada 2 hafta yura olsangiz ham xursand bo'laverishingiz kerak emish. Birinchi yili 10-12 ta mashina xaridorini topdi. Ikkinchi yili bir qadar ko'proq. O'sha model T'ning mustahkamligiga kelsak, men jur'at bilan aytishim mumkinki, 2 haftaga chidamaydi deyilgan mashinalar bugun 20 yildan so'ng ham ko'chalarda yuribdi. U yoki bu tarzda angliyalik sohiblariga xizmat qilmoqda. 1905-yilda vakilimiz Shotlandiyaga Model C'ni sinov uchun olib bordi. O'sha paytlar Buyuk Britaniyada mashinalarni sinaydigan poygalar odamlarning sevimli mashg'uloti edi. Ehtimol, ular avtomashina shunchaki bir o'yinchoq emasligini bilmasdi. Shotlandiyadagi test drive 800 ingliz mili uzunligidagi tog'li, qattiq trassada o'tkazilib, Ford uni bittagina tasodifiy to'xtash bilan bosib o'tdi. Bu Fordning Angliyadagi savdosini boshlab berdi. O'sha yili birinchi marta Ford taksi mashinalari Londonda paydo bo'ldi va kelasi yillari savdo hajmi ko'paygandan ko'paydi. Avtomobillarimiz barcha sinov poygalarida ishtirok etar va hammasida g'olib chiqardi.
Braytondagi vakilimiz Janubiy Downs orqali 2 kunlik to'siqli poyga uyushtirdi va unda o'nlab Ford mashinalari ishtirok etib, sinovdan eson-omon o'tib oldi. Natijada o'sha yili ingliz bozorida 600 dona avtomobilni sotdik. 1911-yili Genri Alexander Model T'da Ben Nevis cho'qqisiga 1400 metr balandlikka ko'tarila oldi. Shu yili Angliyaga 14,060 ta avtomobil yubordik. Endi ular reklamaga ortiq muhtoj emasdi. Alal-oqibat Manchesterda zavod ham barpo etdik. Dastavval u shunchaki yig'ish zavodi bo'lsa, keyinchalik mashinani butunligicha ishlab chiqara boshladi.